Assalomu alaykum. Men unaqa chiqishinglar qo'ying. Ichkarida ishim ko'p edi. Shotgacha kelibsiz kirib qo'ya qolmabsiz o'zingiz. Kirmayman, men ruxsat bering. Qani birinchi o'tib tillaymiz ko'ramiz. Granich bilan olib qolasizlar. Grammni xudo xolisa o'zingiz aytgan narxdan olib qolamiz. 750 prob ekan. Men aytgan narxdan men juda katta narx aytaman. Biz ham katta narx beramiz. Ichkariga kiraylik, o'lchab hisoblab beraman sizga. Tarozingiz mana shu kelib chiqdi. Taroz bu yerda noto'g'ri hisoblaydi-da, u yerda urvinda turibdi, tekis joyda. Kirsangiz xudo xolisa. Shu joyda to'g'rimi? Ha. Men Asfaltga. chiqqaningizga qishayib qoldim. Yo'q, balkim siz kirsangiz tekislanib qolishi mumkin. Mana ichkariga kirib oldik. Qani grammni ko'raylikchi, tarozimizda 70 Tarozingiz to'g'ri turibdi. 100%. 72.30 ekan. Sizga 1.200 mingdan izdilik qilib 86.760 ming so'm bera olaman. Ovora qilib olib kirdingiz-ku. Mayli, ozgina ovora bo'lganingizgacha sizga 87 million qilib beraman, qaytib kelish sharti bilan. Yana bir marta tushib chiqaman, keyin yana ko'paytirib bering. Xudo xolisa keyin safar kelganingizda 87 million hozir bera olaman. Nima deysiz? Davay. Hop, endi bu 80 million, hozir yana 7 million sana beraman. Rovni 7 million sizga tayyorlab qo'ydim, qarang. Sizni kutib qolamiz. Yaxshi yetib oling. Ovoragarlik uchun